Xo'sh, biz hozir mana shu ko'rinishdagi testlarda mana shu test misollar tushyapti. Katta aylanaga yonboshli kichik aylana va 3 ta aylana joyga yig'ilgan va bir-biriga urinib turibdi. Uringanda mana bu A degani katta aylananing radiusi A ga teng. O'rtancha aylananing radiusi va eng kichik aylananing radiusi esa x ga teng. 3 ta aylananing radiuslari o'rtasidagi bog'liqlik formulasi bor. Birtasini uzoqsi 2, teng birtasini uzoqsida plus birtasini uzoqsida 1. Mana shuni biz hozir isbotini ko'rishga harakat qilamiz. Ya'ni buning uchun men mana bu joyga y deyman. Bundan buyoqcha esa qanaqadir t deb belgilash olaman. Keyin parallel chiziqlar o'tkazaman. Misol uchun mana bundan chiziq o'tkazadigan bo'lsak, yoki bundan qancha chiziq o'tkazadigan bo'lsak, to'liq x bo'ladigan bo'lsa, mana bu joydan x ga teng. To'liq a edi, mana chekkaroqdan yozamiz. Mana to'liq a ga teng. Nima qilib ketilyapti? To'liq x bo'ladigan a bo'ladigan bo'lsa, x ketib qolsa, mana bu a minus x bo'ladi. Keyin mana bu esa bu ham x ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu to'liq b ekanidan bu b minus x ekanligi kelib chiqadi. B minus x ga teng. Endi hop mana bu yerda parallel chiziq o'tkazamiz. Muhtojman to'g'ri chiziq o'tkazaylik. Mana chiziq o'tkazadigan bo'lsa, mana bu to'liq b edi, mana bu to'liq b, mana bu esa nima ekanligi kelib chiqadi? A minus b bo'ladi. Mana bu to'liq a edi, mana bu joy b, a minus b. Endi bu chiziqda mana buni tutashtiramiz. Va mana to'g'ri burchak uchburchakdan hosil bo'ladi. Keyin buni tutashtiramiz, buni esa bu yoqqa tutashtiramiz. Natijada endi Pifagorlar, ya'ni kosinuslar teoremasini qo'llashga harakat qilamiz. Kosinuslar teoremasini qanday qo'llaymiz? Xo'sh, qaysi uchburchakka qaraymiz? Birinchi bunga qaraymiz. Mana bu yerdan bu nuqtagacha bo'lgan masofa a minus x edi. A minus x ning kvadratiga y ning kvadratini qo'shsam, nimaning kvadratiga chiqadi? Aylananing radiusidan teng bo'ladi. Mana bu yerdan bu yergacha a edi, bu yerdan bu yergacha ham a. Endi bu yerdan bu yergacha esa x to'liq bo'ladigan bo'lsa a minus x. Ya'ni a minus x ning kvadratiga mana a minus x ning kvadratiga xo'p, mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa y. Y ning kvadratini qo'shsam, mana buning kvadrati hosil bo'ladi. To'liq a mana bu joygacha bu yergacha x a plus x ning kvadrati plus y kvadrat teng a plus x ning kvadrati. Endi keyingisi yana qanaqa uchburchagimiz bor? Mana bu joy b minus x ning kvadratiga b minus x ning kvadratiga qo'shamiz. Mana buning kvadrati b minus x edi, buni esa t ning kvadratiga qo'shadigan bo'lsam, qanaqa tenglik hosil bo'ladi? B minus x ning kvadratiga t kvadrat qo'shsam, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa ham b ga teng. Chunki aylanada radiuslar bir-biriga teng bo'ladi. Doirada radiuslar teng. Bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa ham b, bu yerdan bu yergacha x. Mana bu x, mana bu b. Natijada to'liq masofa b plus x bo'ladi. Natijada b plus x ning kvadrati hosil bo'ladi. Xo'p, yana qayerda to'g'ri uchburchaklar bor? Ya'ni mana bu joyda a minus b ning kvadratiga to'liq bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa y plus d. Y plus d kvadratini qo'shadigan bo'lsa, mana bu kvadratga chiqadi. Mana bu masofa. Bu masofa nima edi? Bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa b a bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa ham a ga teng. Chunki radiuslar teng. Bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa ham b. Chunki to'liq b edi. Ya'ni a plus b ning kvadrati hosil bo'ladi. Endi mana bu 3 ta sistemani biz soddalashtiramiz. Soddalashtirsak nima hosil bo'ladi? A kvadrat minus 2ax plus x kvadrat plus y kvadrat teng a kvadrat plus 2ax plus x kvadrat. Xo'p, keyingisi b kvadrat minus 2bx plus x kvadrat plus t kvadrat teng b kvadrat plus 2bx plus x kvadrat hosil bo'ladi. Xo'p, keyingisi ayirmaning kvadrati a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat plus y kvadrat plus 2y plus t kvadrat teng a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat tengligini isbotlanadi. Xo'sh, keyingisi endi davom etadigan bo'lsak, bu yerda nimalar qisqarib ketadi? A kvadrat qisqarib ketadi, y kvadrat emas, x kvadrat qisqarib ketadi. Y kvadrat nimaga teng? 2x hal qilib bo'lsa, 4ax ga teng. Keyingisi bu yoqdan nimalar qisqarib ketadi? Y kvadrat qisqarib ketadi, x kvadrat qisqarib ketadi, t kvadrat topadigan bo'lsam, 4 bx ga teng. Bundan nimalar qisqarib ketadi? A kvadrat qisqarib ketadi, b kvadrat ham qisqarib ketadi. Hop, keyingisi nimalar qisqarib ketadi? Hop, endi hammasi bir tarafga o'tkazadigan bo'lsa, xo'sh, t kvadratni teng bo'ladi. Hop, mana hosil bo'lyapti bu yerda. 2ab bu yoqqa qarab 4ab y kvadrat.
hop y kvadrat plus 2y t plus b kvadrat. Hop yana nima bor bizda? Minus 2ab nariroqda 2ab nariroqda o'tsam teng 4 ta ab bo'ladi. Davom ettiramiz. Ikkala tomondan ham ildiz chiqarsam y teng 2 ildiz ostida ax bo'ladi. Hop buni esa teng 2 ildiz ostida bx. Hop endi mana y plus t ning kvadrati mana bu ifodamiz y plus t ning kvadrati teng 4 ta ab. Ikkala tomondan ham kvadrat ildiz chiqarsam y plus t teng 2 ildiz ostida ab bo'ladi. Endi formani o'rniga qo'yamiz. Xo'sh, mana bu chekkaga yozamiz. Ya'ni y plus t 2 ildiz ostida y o'rniga 2 ildiz ostida ax plus t o'rniga 2 ildiz ostida bx teng 2 ildiz ostida ab. Hop, bu yerdan ikkilar qisqarib ketadi. Men ildiz ostida x ni tashqariga chiqarsam ildiz ostida a plus ildiz ostida b teng ildiz ostida ab tengligimiz hosil bo'ladi. Ildiz ostida a. Bu yerdan men ildiz ostida x ni topadigan bo'lsam ildiz ostida ab teng taqsim ildiz ostida a plus ildiz ostida b tenglik hosil bo'ladi. Endi ikkalasini ham teskari yozib olaman. Ildiz ostida x degani men 1 taqsim ildiz ostida x deyman. Bunda ham surat va mahrajni joylamashiraman. Chunki bu mahrajda 1 bor degan. Ildiz ostida a plus ildiz ostida b taqsim ildiz ostida ab. Endi men xatma-xat bo'laman. Xatma-xat bo'lganda nima bo'ladi? Ildiz ostida a taqsim ildiz ostida ab plus ildiz ostida b taqsim ildiz ostida ab teng bir xil ko'rsatkichli ildizlarni bir-biriga bo'lishimiz uchun ildiz umumiy qilib yoziladi. A taqsim ab plus bunda ham b taqsim ab teng a'lar qisqarib ketadi, b'lar ham qisqarib ketsa 1 taqsim ildiz ostida b plus 1 taqsim ildiz ostida a degan formula hisoblanadi. Ya'ni to'liq yozadigan bo'lsak, umumiy formulani ko'rinishda quyidagicha yoziladi. 1 taqsim ildiz ostida x teng 1 taqsim ildiz ostida a plus 1 taqsim ildiz ostida b degan formula hisoblanadi.